Maska tushirdik. 204 70 kunlik. Mana bu 130 kunlik. Ham don ham suyulus yo'nalishiga. Bunisi 125 kunlik don yo'nalishiga. Bu Pioneer. Bu 958 da originali. Hop, bular 120 kunlik. Endi Qatiki bular aka? bular Xitoyniki. Original mono. O'shanga o'zi mashina to'laga u yoqqa tushib, ba'dan Ha, o'sha vokzaldan yana qaytib keldi. vokzaldan qaytib keldi. Bo'ldi aka. Aka bu 120 kun. 120. kunlari bormi? 120 kunlik, o'z birinchi ko'rsatgani 70 kunlik bor, 204 70 kunlik. Uni endi doni kichikroq bo'ladi bunga qaraganda. Sizga chilgi. Buni olaman desiz, bir hosil olasiz, yaxshi hosil olasiz, yo'q 2 marta pishirishim kerak menga desiz, uni oling. Qaysi birini siz beraveraman. Qaysi birini beray? Doni endi kuni mana salkam 40 kun, 50 kun erta pishgan hisobiga bu kichikroq bo'ladi aka. Lekin bug'doydan keyin yana eksa yana pishadi. Hozir buni ekib turib, tezroq bug'doydan keyin narigini eksangiz ham hosil olasiz. Buni ekib turib keyin buni olsangiz. Ha.